Pulidan shunaqa pul olmasam, boshqa yo'l bilan pul ololmaydi. Dada, ana aktrisangiz yana keldi. Nimaga unaqa deysan singlim? Pochchini bilasan qanaqa shimot. O'zing pishirgan osh. Aylanib ham o'rgilib ham endi o'zing yeysan. Shunga to'yaman deb oyotirib olding. Kuyovingiz bitta bank degan qiz topib olgan. Topgan pulini o'shanga tashlaydi. Dada, yana erini yomonlatdimi kelib olib? Hamma internetdan yangilik izlasa, bu erni kamchiligini izlaydi-da qizim. Topadiyami yana bilasizmi? Uyga keling desam zo'rg'a keladi. Boshlig'imi kimdir telefon qilsa uchib ketadi. Boshlig'i ishga chaqirgandan keyin boradi-da qizim. Eri ishlamasa bolalar bilan och qolasan, garang. Shunaqa ham sho'rpeshana bo'lamanmi? Sen sho'rpeshana emas, pochcham sho'rpeshana haqiqiy. Dada, bildim bu tillalar hidini olgan. Bundan qolgan tillalarni berib yubormasak qutulmaymiz bundan. Rahmat. Jannatim singlim. Arzimaydi. Oybekga nimaga keldi kim bu? Assalomu alaykum. Salom. Mana shu tillalarni narxlab bering. Xo'p, bo'ladi. Bularning 750 proba ekan. Bularni izolyatsiyaga qarab yaxshigan 1,50 ming olib qolaman. Hop, 585 probalaringizni holatiga qarab 800 mingdan 850 minggacha olib qolamiz-da. Adashmayapsizmi? Boshqa joyda rosa past narx berishdi. Shahar bo'yicha aylanib ko'rishingiz mumkin. Eng qimmatini biz olib qolamiz. Undan tashqari biz brendli so'g'at, qimmatbaho tillalar va brilliantlarni ham olib qolamiz. Qimmat so'g'atlar ham olib qolasizlarmi? Adam bitta zo'r qimmat so'g'ati bor. O'shani ham olib kelaman. Oybekga nima keldi? Endi to'g'ri uchun tillalarni eng qimmat shular olar ekan, muammolarimni hal qilmasam bo'lmaydi-da. Sen bechoraga qiyin, pochcham jimot, past, bir sim pul. O'chir ovozingni, nima deyapsan sen? O'zing yomonlarding-ku. Ayol kishi o'zi erini yomonlasa yomonlaydi, lekin birovga yomonlattirib qo'ymaydi. Tepaman hozir. O'ynaganda jandon senga